O'zbekiston Kasb uyushmalari Federatsiyasi Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasida bitiruvchi talabalarning bandligini ta'minlash, ularni munosib ish o'rinlariga yo'naltirish hamda ish beruvchilar bilan hamkorlikni mustahkamlash maqsadida karyera kuni mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Hozir shu haqda. Bu yil Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi ilk bitiruvchilarni katta hayot yo'liga kuzatadi. Yurisprudensiya, mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi, psixologiya yo'nalishlari bo'yicha 85 nafar talaba o'qishni yakunlamoqda. Tashkil etilgan karyera kuni yoshlarning mehnat bozori talablari bilan yaqindan tanishishi va kelgusida munosib ish topishi uchun muhim maydon vazifasini o'tadi. Bizda bu yil birinchi marta bitiruvchilarimiz chiqyapti. Karyera kunidan maqsadimiz demak ish beruvchilar bilan bitiruvchilarning yuzma-yuz muloqot qilishi va shu boradigan korxonalarda ish beruvchilar bilan sharoiti, nima bilan shug'ullanishi va o'z faoliyatini nimadan boshlashi qilinadi. Hozirgi kunda demak 85 ta talabamizdan taxminan 90% demak ish bilan ta'minlangan. Asosiysi yurisprudensiya huquqshunoslik yo'nalishi bo'lganligi uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan bizda memorandumlar tuzilgan. Tadbirda bir qator vazirliklar va 20 ga yaqin tashkilot hamda muassasa vakillari o'z korxonalaridagi mavjud bo'sh ish o'rinlari, amaliyot dasturlari va yosh mutaxassislar uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot taqdim etdi. Yarmarka davomida bitiruvchilar ish beruvchilar bilan bevosita muloqot qilish, o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olish, rezyumelarini topshirish hamda dastlabki suhbatlarda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'zim sohamga doir bir nechta tashkilotlar bilan suhbat olib bordim. Shu asosida ularga o'z rezyumemni topshirib, ularning taklifini o'rgandim. Bu karyera kuni biz kabi talabalar uchun juda ham zo'r imkoniyat, chunki kelgusidagi mustaqil hayotimizga bo'layotgan qadamimizdagi yordam sifatida ko'ra olamiz. Bu shu vakillardan biz o'zimizni rezyumemizni topshirib, ishga joylashish masalasi bo'yicha suhbatlar olib bordik. O'zim shu 4-bosqich talabasi sifatida amaliyot o'tagan joyim, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy milliy himoya agentligida o'tadim va shu tashkilotdan kelgan vakillar bilan suhbatlashib, ularga rezyumni topshirdim. Shuningdek, mehnat yarmarkasi doirasida mutaxassislar tomonidan zamonaviy mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar, ishga qabul jarayonlari, muvaffaqiyatli karyera qurish sirlari va professional ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Talabalarga mehnat faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish, suhbat jarayonida o'zini tutish madaniyati va raqobatbardosh kadr bo'lish yuzasidan ham amaliy maslahatlar taqdim etildi. Albatta, bunday tadbirlar talabalarning kasbiy salohiyatini oshirish, ularning bandligini ta'minlash hamda malakali kadrlarni tayyorlash borasidagi ishlar samaradorligini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.